Amerika Avam Palatası Şərqi Türkistondagi bostirish siyosatlari sababli Xitoy amaldorlariga embargo yurgizishni tashabbus qiladigan qonun loyihasini ma'qulladi. Mazkur loyiha har ikki partiyaning qo'llashi bilan birga qarshi 407 ovoz bilan g'alaba qildi. Xitoy Amerikaning bu qonun loyihasini ma'qullashiga tahdid xarakterlik inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Amerika Avam Palatasi ma'qullagan bu qonun loyihasining xalqaro munosabatlardagi asosli prinsiplarga va xalqaro kelishimga xilof ekanligini, shundaqla Xitoyning ichki ishlariga aralashish bo'ladiganligini ta'kidladi hamda Amerikaning badal to'laydiganligini aytdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujillo Qarqash apandi, Turk va musulmon dunyosi Xitoyning Sharq Turkistondagi erkiy qirg'inchiligiga sukut qilayotgan bir paytda Xitoy bilan savdo urush qilayotgan Amerikada bundaq bir qonun loyihasining ma'qullanishining muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Shuning bilan birga iqtisodiy manfaatni deb o'z qarindoshlari va dindoshlariga ega bo'lmagan turk islom olimi uchun bir nomus ekanligini aytdi. İyi Partisi Konya millet vekili Fakhriddin Yo'qish apandi Turkiyaning Sharq Turkiston xalqining hurlik ko'rishini qo'llash kerakligini ta'kidladi va Turkiya Buyuk Millat Majlisiga chaqiriq qilaman, hech bo'lmasa bu zulmni tanqid qilinglar dedi. Turkiya parlamentida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan Fakhriddin Yo'qish boshqa rayonlardan ko'chirilgan Xitoyning nopus qurilmasini o'zgartirish uchun planliq bir shaklda Sharq Turkistonga o'rinlashtirilayotganligini ta'kidladi. O Xitoyning Sharq Turkistondagi assimilyatsiya siyosati haqida to'xtalib, hozirgacha minglagan ziyolining o'ldirilganligi yoki zindonga tashlanganligini aytdi. Londonda o'tkazilgan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti, ya'ni NATOning boshliqlar yig'inida xulosa doklati e'lon qilindi. Dokladda Xitoyning eshiyotgan nufuzi ta'kidlandi. NATO bosh kotibi Stoltenberg mo a'zo davlatlarning rahbarlarining tunji qitim Xitoy haqida so'z qilganligini aytdi. Yig'in xulosa dokladida Xitoyning tilga elinishi diqqatni tortdi. Terrorlikqa qarshi o'rtaq kurash qilish ta'kidlangan dokladda Xitoy haqida Xitoyning eshiyotgan nufuzi bilan xalqaro siyosat o'ttirg'i chiqargan fursat va xiristlarni ittifoq bo'lish sifatimiz bilan birga muzokara qilishimiz lozim deyildi. Pakistonlik yuzlagan ayol va qiz bolaning Xitoyga kelin qilib setilganligi o'ttirg'i chiqdi. Pakiston Federatsiya tekshirish organi tayyorlagan hujjatga asoslanganda Pokistondan bo'libmi Namrat rayonlardan 629 nafar ayol va qiz bola 2018-yili Xitoylarga setilgan va Xitoyga olib ketilgan. Pakiston doiralari odam atkazchilarining bu ayollarning oilalariga texmi yaxshi yashaydiganligi va pul beradiganligi va'da qilinib ularni aldab Xitoy bilan uylantirildiganligi jamiyatda oshkor bo'lgandan keyin bu haqda harakatga o'tgan va tekshirish olib borgan. Amerika prezidenti Donald Trump NATOning mingisi o'ldi degan so'zlari sababli tanqid qilingan Federatsiya prezidenti Macron bilan Londonni ko'rishdi. Ikki davlat rahbarlarining dialogidagi Turkiya va Daesh haqidagi so'zlar diqqatni tortdi. Macronning NATO va Turkiya haqidagi so'zlari Rais Erdo'g'onning tanqidiga uchirgan edi. Macron Turkiyaning NATO a'zosi turib Rossiyadan qurol setib olganligi haqida to'xtalib, Turkiyaning ham NATOga a'zo bo'lishi hamda Rossiyadan havo mudofaa sistemasi setib olishi qanday mumkin bo'ladi? Bu texnik jihatdan mumkin emas dedi.